Xushvaqt sizlar bilan Arduino'da hammermen bo'ldi. Bugun qanaqa video bo'ladi sizlar? Bugun men sizlarga blok emas endi oson dom qurishni o'rgataman. Qanaqa dom? Bu oddiy dom. Nima desam endi sizlarga? Dom katta bo'ladi-ku, shunaqa dom qurishni o'rgataman sizlarga. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Lavani ko'taramiz. Shunaqa qurasan, buni hamma biladi-ku deydiganlar bor. Unaqa qurmayman. Keyin ko'rasizlar buni. Bo'ldi. Domimiz kattaroq bo'ladi. Bo'ldi. Biladiganlar lekin bir xillar biladi buni. Biladiganlar bor, mana shunaqa qurishdi. O'chirib chiqamiz bo'ldi. Oho. Tayyor bo'ldi o'zi bola. Men sizlarga ko'rsataman endi. Chiqib olay. Bu yerda tekis qilib olamiz. Tekis bo'lishi qiyin buni. Mana. Bular tekis bo'ldi. Endi buni o'tamiz. Tak bitta ana lava. Burada endi bu yerga lavalar qatamiz. Ketdi lava. Tezroq tushib. Tezroq bu lavajon. Aylanib ketay. Ularni tushyapti. Ana tushdi. Lekin mana faqat mana shu blokni qo'yinglar, bu blokni qo'ymasanglar, boshqa blok yonib ketadi lavaga. Mana ko'ryapsizlar, bo'lyapti. Kutib turamiz endi ozgina. Mana shu tekis pastga tushishi kerak. Suvni tayyorlab turamiz. Suv kerak bo'ladi bunga keyin. Shu bo'ldi почти. Shu bo'ldi. Shu bo'ldimi? Mana shu bo'ldi o'zi. Tush. Oxiriga tushdimi? Bo'ldi. Oxirigacha tushdi. Yo'q, tushmabdi hali. Bu yerga qolib ketibdi. Tushman bu. Mana shu narsa yoqmayapti. Mana endi kutib o'tirishimiz kerak. Yo'q. Oy, xato qildik. Xo'p, mana shundan qurdi. Ketdi. Tush. Tezroq tushsa ekan bo'la qo'yam endi. Ularni ziqqimay. Kelib qoldi o'zi. Keldi. Keldimi? Tayyorlanamiz. 1, 2, 3 ketdi. Ketdik. Ana endi mana qo'yib suv endi. Suv yopib chiqarilmasin.
Ko'ryapsizlar o'zinglar bo'ldi. Mana endi suv tushadi ustidan. Suv juda tez tushadi lavadan bola. Sal o'xshamadi domimiz. Mayli. Sal o'xshamadi, mayli bo'ladi. Ana endi shu bo'lgandan keyin biz so'rib blok urib chiqamiz. Hamma suv qo'yilgan joylariga blok. Blok urib chiqasizlar bolalar. Ana ko'ryapsizlar, ana shunday qoladi. Oson yo'li, 1 soatlab kutib unaqa emas. Unaqa qilish shart emas bolalar. Tez qilsa ham bo'ladi, lekin sal qiyshiq-mishiq chiqishi mumkin, shuni bilinglar. Bu yerni yopib chiqamiz. Suv ketadi. Okay. Ana. Bu qoldi o'zi. Suv o'tib qoldik. Ana bo'ldi valla tayyor. Mana ham hozir yaxshilab chiqamiz. Ona ayni. Bo'ldi. Son qolmaydi o'zi. Oho, hamma zo'r chiqdi bolalar, qaranglar. Xullas mana ko'rishingiz mumkin, mana sal o'xshamadi, chunki chiroyli emas. 4 talik qilishim kerak, 4 talik qilmaganim uchun yaxshi chiqmadi. Lekin bolalar mana xullas o'xshadi. Dom shunaqa qursa bo'laman, mana ham shunaqa qurganmiz. Mana. Sizlar ham o'rganib oldinglar endi mana. O'zi endi buni qurishda o'zinglar oson yo'lini bilasizlar. Xullas, sizlarga mana shu narsani o'rgatmoqchi edim. Sizlarga men buni yaxshi chiroyli turganini ko'rsataman hali sizlarga. Xullas, sog' bo'linglar, hammaga xayr, sizlar bilan ham bermayman bo'ldi. Sog' bo'linglar.